Endi Afg'onistonga bemalol o'tish va qaytish mumkin. O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turuvchi Termiz-Hayraton ko'prigi orqali fuqarolarni o'tkazish punktlari qayta ish boshladi. Endi yo'lovchilar ikki davlat orasida to'g'ridan-to'g'ri harakatlanishi mumkin. Shu bilan birga viza talabi o'z kuchida qoladi. Ma'lumki, 2021-yilda fuqarolar harakati cheklangan edi. Endilikda bu cheklovlar bekor qilindi va yo'l yana ochildi. O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga safar qilmoqda? Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-oktyabr oylarida qariyb 6,4 million nafar O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda deyarli 1,3 million nafarga yoki 24,7% ga oshgan. Joriy yilning 10 oyida o'zbekistonliklar eng ko'p safar qilgan davlatlardan biri Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Tojikiston hisoblanadi.